Assalomu alaykum do'stlar. Hozir bir hazilomuz video qo'yamiz. Qaranglar. Iltimos sizlardan mana shu proteinni bir nima deb o'ylamanglar, bu ozdiradigan, muskul o'stiradigan deb. Bu protein ichidagi mahsulot muskulga qanaqa ta'sir qilsa, mana shu ham shuni ta'sir qiladi mana. Mana shu tovuqni oyoqchalarini olib, oddiy paprika sepib, shunchaki mana bunaqa falgani qo'yib olib, mana duxovkani patnasiga mana qo'yib olib, necha minut pishirasan Rembo? 70 minut. 70 minut mana shunaqa mashina ichida 70 minut pishirsa ham mana dietetik ovqat. Bu ham protein, bu ham protein. Bu eng qizig'i mana bu 1 million deylik o'rtacha, 1 million 800 ming deylik, 1 million deylik. Bundan bir oyiga qancha yeysizlar? Oila bilan yesa bo'ladi mana mazza qilib. Buning ichidagi aminokislota yetarlicha. Nimaga unda protein chiqqan desanglar, prosta protein shunaqangi qulay formatda majlis-pajlisda bo'lib qolsak, buni yeyishga imkon bo'lmasa, ko'cha-po'chada bo'lib qolsak, imkon bo'lmasa, mashinada yo'lda bo'lib qolsak, mana shu bilan kerakli oqsilni berib, muskullar qaytib ketmasligini oldini olamiz. Bu chiqarmaydi. Qaytib ketmasligini oldini olishga xizmat qiladi. Bu ham shu. Prosta buni udobniy format, juda tez hazm bo'ladi, xolos. Trenirovkadan oldin shoshib kelib, tez trenirovka qilib ichib qilsa bo'ladi, trenirovkadan keyin ichsa bo'ladi. Bunga endi 1-2 soat kerak hazm bo'lishiga. Keyin gainer masalasi. Gainer masalasida ovsyanka olsanglar ham gainer, banan yesanglar ham, frukt yesanglar ham, bыстрый углевод ham gainer. Guruch yesangiz ham gainer, grechka yesangiz ham gainer. Marhamat, mana shu narsa iltimos, mana bu narsa to'g'risida nima deydi, bebaho miyamizni arzon informatsiyalar bilan aldab, umidimizni tushirib kelgan sport pitaniyachilarini yomonlab o'tirmaylik. Buni vazifasini birinchi tushunaylik.